Va uchinchi oxirgi savolimiz, testosteron gormonining yuqori bo'lishi homila tushishiga sabab bo'ladimi deb so'ralgan. Ko'p ilmiy tadqiqotlar o'tkazilgan. Asosan o'zi testosteron polikistoz bemorlarimizda baland bo'ladi va bu nafaqatgina ovulyatsiyaga, bir vaqtda o'zida endometriyni sezuvchanligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Va normal ayoldagi, ya'ni testosteroni norma bo'lgan va testosteroni baland bo'lgan ayollarni ikkita gruppaga bo'lib tekshirilganda, testosteroni baland bo'lgan ayollarda bolani ushlash ehtimoli normal testosteroni bo'lgan ayolga nisbatan 50% tushish xavfi borligi aniqlangan. Ya'ni iloji boricha agar siz homiladorlikni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, nafaqatgina testosteron bilan bir vaqtda o'zida insulinga ham ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi va bularni oldindan eng kamida 2-3 oy davolab turib, keyin rejalashtirganingiz yaxshiroq.